Rashid polvon. Bu bo'lmaydi. Xudodan qo'rqish kerak, ukaga Rashid o'taylik. polvon, Sardor polvon. Bir-biringni hurmat qilib kurash. Rashid ko'rdingmi sen o'zing priyomni? Rashid polvon. Sardor polvon. Sizlar chiqib turinglar. Qaysin hamda Rashid polvon. Bo'ldi, kurashadi. Shoda polvonning kimi bo'lsa ham kurashadi. Shoshib o'tirsin. Bu yerdan nimaga buncha bak 2007-yil hamda 94-yil polvonlar. 13 yosh farq kurashasizlar. orasida Keykajon, yaxki. Angor Qamash polvonlari kurashadi. Surxondaryoning kurashi shunday. 3 tagacha majbur kurashasiz, ukajon. Xudo omadingizni berdi, sho'rchi sizga yoqdi, mana 2 ta bosdingiz. Qo'ltaylik. Tayling, keyin. Keyin bir e'lon qiling. E'lon qiling, keyin damda olaverasiz. Rashid polvon. Tez size. Gayret. Bir televizor 200 ming so'm pul bor. Amin, Xudo xohlarini bersin. Senga uka 5 minut muhlat, ha? Bor. Men origa chiqarmayman, ori polvonni oldiga bor. Origa chiqadigan bo'lsang, bor. Qizib qo'yapti telefonlar issiqqa, vaqti qizyapti. Ey, tirlanganiga va qaytay orqaga. Mana qaytarib ber. Qaysin polvon? Mayli, qayt tashqari chiqib tur. Rashid polvon. Qashqadaryodan tirlab olayim bo'ldi. Endi ori polvon. Endi 1 million 100 dollar o'zingiz qarab tirlab jo'natasiz. Jalol ke, Qashqadaryo. Ke bu yoqqa. Surxondaryodan ke, yoshlar. Qo'ltaylar. Jalol, seni men yaxshi taniyman aka. Sen kele, Qashqadaryo ke. Bakovlar, Shunga ke, Surxondaryo. yaxshilab qarangizlar. Ke. Polvonlar kuymasin. Tayla qo'ltaylar. Bu polvon bo'lguncha bular qancha mashaqqatda mehnat qiladi. Uy betini ko'rmaydi, ota-onasining qancha pulini yeydi. Bunga qarangizlar yaxshilab. Bekardan bekar polvon bo'lib qolmaydi. Yo'q. Rashid polvonni ham nasib xudo xolasa 22-noyabr kuni Rashid polvonni ham to'yi bo'ladi xudo xolasa. Nasib to'yidan chiroyli video lavhalar olamiz. Hammani taklif qilamiz. 22-noyabr Rashid polvon to'yi bo'ladi. Oxiri Rashid polvon ham 31 yoshida mana uylanyapti. Non sindirib qo'yibdi. Rashid xudo xolasa. Sho'chi Said bormi? Said. Sho'chi Said, kel deb yoqqa. 9-noyabr ham juda katta kurash bo'ladi Samarqand Urgutda. Kurashamiz polvonlar. Nima yurityapsan? Bor. Nishon bu. 50 ming berib ajratib ber. Qiyos 50 ming berib ajratib. Bomba. O'razali akadan 50 dollaringni olib ket, pul kerakmi? Kerak emasmi? Zotingni olib ket. Hali bomba Bor aka yozing. Bitta odam qoldi. Fozil Surxondaryo, Mirjalol Qashqadaryo 400 ming puli bor. Amin. Xudo xohlasin, o'rtaga kirasiz. Keyin.
Qashqadaryo Hakim Palvon. Buraka Qashqadaryo Hakim Palvon. Qashqadaryo Hakim Palvon. Dinov Zokir. Jasur Termiz 500 ming so'm puli bor. Jasur Termiz 500 ming so'm puli bor. Ey, mana shuni olaman deganim-ki. Buraka Rashid polvon Tayson polvon. Yashnar Palvon Surxondaryo hozir yoshlarimizdan yaxshi kurashib kelyapti. O'lmas Palvon Qashqadaryo. Ekalasiga bir televizor 500 ming so'm puli bor. Amin, Xudo qo'llaring bersin. G'ayrat qilasan, o'rtaga kurashsin. Allah Palvon yozing. Polvon hamda Orif aka jo'natdingizmi shularni? Bular. Chiqarib yuboring bo'lmasa. Jafirg'on Xurshid. Jafirg'on Xurshid. Sheroboddan Asad Palvon 500 ming pul bor. Amin. Hey, fazla kam bor. 300 ming pul bor. Amin. Xudo xohlasa bersa, o'rtaga turish. Buyoqqa. Sarosiya ketaver, ket. Sarosiya Shohruh Dinov Begzod 300 ming. Mana shu yoshlarimiz, o'smirlarimiz bizning erta kelajagimiz. O'shaning uchun hamma shunga qarab harakat qilish kerak. mana bosdi, mana polvon bosdi. Yaqin bo'lmay, so'lga jo'natasizmi, jo'nataymi? Kurashamiz polvon. Mehmon polvon kurash. G'ayrat qiling. El oshib kelyapsiz, bir chiroyli tomosha bering. Xalqimizga manzur bo'ladigan ertaga sizni eslab, mana shu polvon kelganda Qashqadaryodan meni eslamaysiz. Hey! Yoshlar bilan o'lmasligi hech narsa bo'lgani yo'q. Bu kursin Rashid bilan iqbolingni bersin, bu. O'rtaga kurash yoshlar ki, o'lmas qani. Mana shu kurash qani. Nima dedingiz? Bo'lmaydi, kurashasiz. Bu. Farhod polvon. Bir ko'sam sarkasi bor. Amin. Xudo qo'llaring bersin. Shu fazla kam oldi bo'lsa. Yozing, yozing. Madiyor Deynovdan Salimbek Sho'rchidan 300 ming so'm puli bor. Amin. Davay. To'xta. Endi to'xta. O'tir. Mana o'zimizda Sholdiraxtdan Ro'zibay polvon akamiz bor, ustoz. 500 ming mehmon keldi, ihson qildi. Alloh omadini bersin. Yaxshi kunlarda, to'ylarda xizmat qilish nasib qilsin mana shu yerda.
Ey, nima ushlab turibsiz? Qaytaring shu yerda, yigitlar, qaytaring iltimos. Ey, keling, sho'rchilik, qashqalar ham bosgan yigit, ismi nima edi? Ma, Fozil. Fozil aka. 10 martadan qayta olishyapsizlar sizlar. Sho'rchilik hamma bu kurashlarimiz 2-3 martadan kurashyapsizlar. Polvon ana Mirjalol oldi bor. Shuncha kurashlar, yana tartibni buzasizlar. Ular o'zlari tirlanib o'zlari olishar ekan. Kurashamiz, qani, keling. Arslon. Mayli, endi kurash nima deysan endi? Olingizlar, komandir, oling hamma. Sho'rda hammani oling. Oling, keyin kurashamiz. Nima bo'ldi? Oxirginchi O'zi 4 ta para bor. olishyapti. Ikkovi ham yaxshi polvon, ikkovi ham internetning yulduzlari. Biri Qashqadaryo, biri Surxondaryo. Angor hamda Qamash polvonlari. Ali polvon. Orasida 13 yosh farq bor. 2007 Surxondaryo Dinov. Yaqinda bo'lib o'tgan Duzda 2007 yil bu. musobaqasida 81 kilogramm vaznda Norka Jalilov chempion bo'ldi. Nomiga bir qarsak chalingizni. Ro'zimurod polvon Qashqadaryo